Assalomu alaykum. Endi profil bo'limi haqida tanishib o'tamiz. Bu yerda shaxsiy kabinet deb yozib qo'yilgan, ya'ni bizni shaxsiy kabinetimiz hisoblanadi. Va biz profil bo'limini yonidagi qalamchani ustiga bosadigan bo'lsak, biz profilimizni qaytadan o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, ismimizni o'zgartirishimiz mumkin, telefon raqamimizni, telegramimizni va yoki yangi parol qo'yishimiz mumkin. Mana shu ma'lumotlarni shu yerda o'zgartirib saqlash tugmasini bosib, profil ma'lumotlarimizni o'zgartirib olishimiz mumkin. Hozircha o'zgartirmayman, shunga bekor tugmasini bosdim. Va endi buyurtmalari, bu yerda bizning buyurtmalarimiz saqlanadi, ya'ni necha marta buyurtma bergan bo'lsak, mana shu buyurtmalar bo'limida saqlanadi. Va mana bizning tasdiqlangan buyurtmalarimiz va hozir biz 50 minglikka band qilgan bo'lsak, mana shunday kutilmoqda deb qachonki sartarosh tasdiqlaydi, keyin bizani buyurtmamiz tasdiqlandi bo'ladi va o'sha oldin aytib o'tganimdek kartalar bo'limidagi mana shu loyiha karta bir kun ishga bo'lib ketadi. Xo'p, endi mening bildirishnomalarim bo'limi ham bor. Mening bildirishnomalarim bo'limida asosan sartarosh har xil yangiliklarni hammaga e'lon qilganda mana shu bildirishnomalar bo'limiga keladi. Va bu yerda bildirishnomalarni ko'rishimiz mumkin yoki bildirishnomalarni mana shunday o'chirib tashlashimiz mumkin. Xo'p, keyin ilovada foydalanish darsliklari mana shunday sizlarga darsliklar qilib o'tganim hammasi mana shu ilovadan foydalanish darsliklari bo'limida turadi. Shu yerdan bosib ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum barchaga. Orqaga qaytish va pastida sartaroshning profillari turibdi va tizimdan chiqish. Ya'ni shu login parol bilan kirgan tizimimizdan chiqib boshqa odam sifatida ro'yxatdan o'tib, yana bitta telefonning o'zidan ikkita profilga kirib ishlatsa ham bo'ladi. Ikkita, uchta farqi yo'q, faqat o'sha boshqa nomer kiritiladi boshqa nom bilan kiritib ishlatiladi qaytadan ro'yxatga o'tib. Yoki mana shu telefon raqam va parolingizni bilgan holatda boshqa telefonda ham shu saytga kirib, o'zingizning profilingizni xuddi mana shu telefonda qanday ochgan bo'lsangiz, boshqa telefonda ham xuddi shunaqa ochib kirishingiz mumkin. Bu ma'lumotlar umumiy bazada saqlangani uchun qaysi qurilmada ishlatishingizni farqi yo'q. Bu profil bo'limi haqidagi to'liq ma'lumot edi.